Assalomu alaykum hurmatli dehqon akalar. Charchamayapsizlarmi? 2 kilometr masofa, ya'ni uzoqlik 2 kilometr, 250 diametr truba. Biz bu yerga koloduslarni ko'rib turibsizlar. Juda ham zo'r qilib nasosimizni ustanovka qilishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa 100 ga 200 lik nasoslarimizdan ikkalasi 400 kuba. Xudo xolasa 2 kilometr masofada o'rtacha 90 metrga yaqin podyom bor. Nasib bo'lsa shu joyga nasosni ustanovkani qilganmiz. Bu yerda 75 kilovatdan ikkita, o'rtacha 60 kilovatda rasxod qiladi. Mana shu joyda nasoslarimiz, xudo xolasa. Endi tushunchasini beradigan bo'lsak, xo'p, avratnik lapillarni ko'rib turibsizlar, qo'yganmiz. Nasoslarni ham juda ham zo'r, ideal qilib xudo xolasa ustanovkasini qilganmiz. Qayerdir ketdi. Xullas, akalar, turbani ham mana ko'rib turibsizlar. Akalarimiz o'zlari ishchilarga ulatishyapti ekan. Biz turbasiga javob bermaymiz. Yana bitta narsa, mabodo nasos o'rnatmoqchi bo'lsalaring, birinchi navbatda transformatorga e'tibor beringlar. Bizni pajar qilishyapti, polniy pajarda, lekin hali birorta to'ki ham ulangan yo'q. Qirg'izistonda, keyin O'zbekistonda ham bo'ldi 2 marta. Hop, transformator o'rnagandan keyin nima deysiz, nima deb o'ylaysizlar? Transformator yangi o'rnadi. 72 soat holodniy ho'yt ishlash kerakmi, ishlash kerak emasmi? Aqllilik qilma deyaptilar. Men 72 soat ishlagandan keyin nasosni ulayman dedim. Xudo xolasa, endi masofasiga keladigan bo'lsak, 2 kilometr uzoqlikda, xudo xolasa 250 diametr truba. Talshinasi 1 ekan. Ertagaga nima bo'ladi, nima yo'q, bilmadim endi. Lekin turbani 6 metrlik qilib olib kelib chokini ko'paytirishib, shuni 14 metrlik qilib chiqarishmaydi. Xullas, bu tomondan suv oqib keladi. Mana tomondan, ya'ni kanalimiz oqib o'tgan. Kanalimizdan suv to'g'ri, misol uchun kanalni eng past joyi mana nasosni pastiga to'g'ri keladi. Mana shu joyga kanaldan to'g'ri suv oqib kelib, to'g'ri kolodus ustiga suv tushadi va bu tomondan suv u tomonga ketadi. Bu tomondan samoxod o'zi oqib ketadi, oqib keladi va bu tomon past. Xullas, mana shunaqa ishlardamiz. Parkent tumanida juda ham uzumzorlar ko'p ekan. Mana shu joyda xizmatdamiz, xudo xolasa. Xo'p, transformatorlari ham yangi transformator ekan. Endi ochib ko'rsataveramiz, chunki to'ki yo'qda. Akalar, xudo xolasa transformator o'rnashlari yoqdi. Sababi bunchalik darajada sifatli o'rnatganini ko'rganim yo'q edi. Kabellarni ham, nakonechniklarni ham hamma narsani o'ziga emas, alohida qilib qotirib ketishibdi. Juda zo'r. Bu yerda elektr energiyasi yo'q. Bu yerga qo'yilgan transformatorimiz 250 talik transformator o'rnatilgan. Xudo xolasa 250 kilovatlik transformator 10 kvaga ishlaydi, 6 lik emas, 10 lik. Yopamiz. Akalar, bu yerga yaqinda elektroshitlarni terib oldik. Endi ishi yo'qda. Elektroset kelib ulash kerak. Mana uni ko'mishlari kerak. Bizda ishimiz tugadi, lekin mashina turasan deyishyapti-yu. Boshqa dehqonlarga ham borish kerak. Elektroshitlarimiz xudo xolasa. Xo'p, yomg'ir o'tmaydi umuman. Hamma yo'q joyida qalin shitlar. Puskatillar ham impulsli magnitli puskatillar, kontaktorlar mana ko'rib turibsizlar. 300 amperlik puskatillar qo'yilgan. 708 faza zashtalar qo'yilgan. Xudo xolasa cheres to'ka orqali xudo xolasa faza zashtani ulab qo'yamiz. Avtomatlar 250 talik katta gabaritli avtomatlar ham qo'yilgan. Bu yerga hech qanaqa bir mayda-chuyda narsa qo'yilmagan, hammasi normalniy. Puliga yarasha narsalar qo'yilgan. Xo'p, xudo xolasa suv chiqishini ham ko'rasizlar. Uning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz imkon darajada sizlarga xizmat qilishga harakat qilamiz. Xudo xolasa endi transformatorda ulab knopkani bossak, xudo xolasa tayyor, hamma yo'q. Hammaga rahmat. O'tkazgan vaqtlaringiz rozi bo'lib qo'yasizlar.